ustoz darajasiga yetgunga qadar qandaydir yo'llarni bosib o'tish kerak, qandaydir og'riqlarni bosib o'tish kerak. Ana o'sha o'zini o'tgandan kelib chiqib bugungi mavqega ega bo'ladi-da, o'sha xatolari, qiyinchiliklari. Shuning uchun balki bugun siz oila Usmonovasiz. Alhamdulillah. Hammada kimki pranopa muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa, hammada qiyinchilik bor. Men o'shaning uchun hadeb qiyinchilik haqida gapirgim kelmaydi, chunki hamma o'tadi. Hamma o'tadi. Buni to'lovi bo'ladi-da. Sen katta narsa xohlayapsan, evaziga nima berasan? Nima bera olasan? Mana shu berishga tayyor bo'lishimiz kerak. Biz berishga tayyor emasmiz. Juda ko'pchilik holatda va lekin juda katta narsa xohlaymiz. Berishga tayyor bo'lgan odam o'tadi. Lekin o'tib oladigan bor. O'shaning ichida qolib ketadigan, tashlab ketadiganlar bor. Men prosta aytaman, hayot bir tekisda mana qorong'u emasda. Keladi, qiynalyapsizmi? Shuni biling, demak sizni burilish nuqtangiz yaqin o'zi. Sizni hayotingiz o'zgarishiga yaqin. Faqat o'sha o'zgarish kelganda chamadoningizda bilim bo'lsin, o'tib ketasiz. Lekin bilim bo'lmasa yana aylanib o'sha joyga tushib qoladi.